Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan WordPress'dagi navbatdagi darsligimizni ko'rib chiqamiz. Biz sizlar bilan oldingi darsimizda Elementor'ning ichki, ya'ni Elementor'dagi widgetlar haqida ko'rib chiqqanmiz. Elementor widgetlarini siz bilan tanishib chiqdik, ya'ni heading, rasm joylaydigan image va counter o'sha hammasini sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ushbu darsligimizda biz sizlar bilan sidebarlar haqida gaplashamiz. Ya'ni sidebar ham o'zi bir widget, ya'ni widget sidebar widgeti haqida sizlar bilan bugun gaplashamiz. Xo'p, sidebar o'zi nima? Sidebar bu saytimizga o'tadigan bo'lsak, saytimizda bizda o'ng tarafimizda yoki chap tarafimizda yangilik ichida bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin yoki sahifa ichida bo'lsin, bizda widget, ya'ni sidebar qismi bo'ladi. Buni qanday qilib bilsak bo'ladi? Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu sizlar bilan customning, ya'ni o'zimiz qo'shgan yangilik hisoblanadi bu va bu yerga ahamiyat beradigan bo'lsak, o'ng tarafimizda bizda mana sidebar qismimiz ko'rinib turibdi. Sidebar qismimizda nimalar bor? Sidebar qismimizda arxiv nima degani, ya'ni rubrika nima degani, bular bilan hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, saytimizga, ya'ni konsol qismiga o'tadigan bo'lsak, mana zapis, ya'ni yangiliklar bo'limimiz bor. Yangiliklarga kiradigan bo'lsak, bizda hozirgi mana test 1 shu yangiligimiz, ya'ni biz o'tgan safar sizlar bilan qo'shganmiz namuna uchun. Buni o'chirib yuborsak ham bo'ladi, chunki bu to'liq holatda qo'shilmagan yoki bo'lmasam o'zini izment qilgan holatda to'ldirib chiqishimiz ham mumkin. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bizda ya'ni tema tomonidan qo'shilgan ya'ni bir nechta yangiligimiz bor. Endi o'ng tarafimizda ko'rganimiz, ya'ni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz, ya'ni o'ng tarafimizda sidebar qismimiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'ng tomondagi sidebar qismidagi ma'lumotlar qayerdan kelyapti va u qanday qo'shiladi. Xo'p, shu bilan tanishib chiqamiz. Chap tarafga e'tibor beradigan bo'lsangiz, konsol qismida внешний вид bo'limi bor, ya'ni menyusi bor. Shu menyu ichida widget bo'limi bor. Widget ichiga kiradigan bo'lsak, bizda mana ko'rib turganingizdek, ya'ni batafsil tushuntirish uchun bitta yangilikning ichiga kirib olamiz. Ushbu yangilik ichiga kirib olgan holatda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerga buni aytgancha anaqasi dizayni buzilib ketibdi. Dizayni buzilib ketgan holatda ekan bu yangiligimizni. Bunisi emas, keyingisiga kirib keyingisidan ko'ramiz. Mana ahamiyat bergan bo'lsangiz, bundan oldingi yangiligimizda dizayni buzilib ketganligi uchun unda ko'rsatmadim. Mana bunda ko'rsataman. Ko'rgan bo'lsangiz, o'ng tarafimizda arxiv va rubrika bo'limi turibdi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi widgetlarimiz qanaqadir bir tushunarsiz, nekrasiv holatda turibdi. Endi biz buni tushunarli holatga keltirish uchun o'zi dastlab shu holatda widgetlar ko'rinadi. Buning uchun bizga chiroyliroq qilishimiz uchun bizda plugin bo'limiga kirib turib, biz o'zimiz uchun qanday, ya'ni classic widget bo'limida classic widget plugini bor. Shuni o'zimizga ustanovka qilib olamiz. Classic widget. Classic widget. Classic editorda sizga tushuntirib o'tib ketgan edim. Bugun esa classic widget haqida gaplashamiz. Ya'ni widgetlarni tahrirlayotgan paytda dizaynni chiroyli va tushunarli qilish uchun aktiv holatga keltiramiz. Va bu yerdan widget bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, boyagidan ko'ra ancha chiroyliroq va ancha tushunarliroq dizaynga ko'rinishi keldi. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda nimalar bor? Ya'ni bokovoy panel. Bokovoy panel bu odatdagi sidebar qismi. Ya'ni bunda nimalar bor? Bu основная область виджетов отображаема sправа, ya'ni o'ng tarafda keluvchi, ya'ni biz o'zimiz yoqib, uni o'chirishimiz imkonini beruvchi sidebar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nima bor? Qidiruv tizimi va o'zimiz haqimizda, ya'ni about us, shu yerdagi ma'lumotlar, bu yerda esa follow us, ya'ni bu yerda social mediaga ikonkalar, ya'ni biz uchun kerakli bo'ladigan ikonkalar mavjud. Endi ko'radigan bo'lsangiz, podval 1, 2, podval 3, 4 degan bo'limlarimiz, ya'ni widgetlarimiz ham bor. Bular nimani vazifani bajarib beradi? Bular pastga tushadigan bo'lsak, bizda hozirgi holatimizda podval, ya'ni mana footer qismini bajarib beruvchi 3 ta qismimiz bor. About us, bizning adres va follow. Endi
Bu podval qismini biz o'zimiz qayerda qachon chiqishini o'zimiz ham belgilasak bo'ladi. Sizlar bilan bugun biz hozir ko'rib chiqadigan joyimiz nimadan iborat edi? Ya'ni blok, ya'ni zapislarning ichidagi yangiliklarning ichidagi widgetlar. E'tibor beradigan bo'lsak, arxiv va rubrika bo'limi turibdi. Endi bu qayerda turibdi? Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda arxiv va rubrika bo'limi. Agar buni o'chiradigan bo'lsam, mana buni o'chiradigan bo'lsam, bizda ya'ni ana oblast widgetov bloga, ya'ni yangiliklar ichida chiqadigan widgetlar qismi. O'chirib yubordim. Mana endi tahrirlaydigan bo'lsak, mana bu yerda widgetlarimiz ko'rinmay qoldi. Endi biz bunga o'zimiz uchun o'zimizga keraklisini qo'shamiz. Ya'ni bizga chap tarafimizga ko'radigan bo'lsangiz, dostupniy widgetlar, ya'ni qo'yishimiz mumkin bo'lgan widgetlar bor, ya'ni kodlar bor. Aytaylik, mana HTML kod qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasam RSS o'sha lentalar qo'ysak bo'ladi. Keyin yo bo'lmasam arxiv qo'ysak bo'ladi, audio qo'ysak bo'ladi, video qo'ysak bo'ladi, rasm qo'ysak bo'ladi. Har qanday holatda ham o'zimiz uchun qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerga odatda, ya'ni odatda eng oxirgi, ya'ni so'nggi yangiliklar qo'yiladi. Mana aytadigan bo'lsak, so'nggi qo'yadigan bo'lsa, so'nggi yangiliklar. Bu nomi so'nggi yangiliklar va nechta ko'rinsin? 5 ta ko'rinib tursin va so'rayapti. O'sha qo'shilgan yangilikning chisla, ya'ni sanasi ko'rinsinmi deyapti. Ko'rinsinni bosamiz va saraynni bosib turib o'tib ko'radigan bo'lsak, bizda so'nggi qo'shilgan 5 ta yangilik sanasi bilan birga mana ko'rinib turgan bo'ladi. Endi biz yana bu yerga qo'shishimiz mumkin oxirgi kommentariyalar, ya'ni so'nggi qo'yilgan kommentariyalar. Aytaylik, so'nggi kommentariyalar qo'yishimiz mumkin bu yerga. So'nggi izohlar. So'nggi izohlar, ya'ni yangilaydigan bo'lsak, mana so'nggi izohlar ham bizda chiqdi. Endi yana nima qo'yishimiz mumkin? Yana qo'yishimiz mumkin, ya'ni qidiruv tizimini. Ya'ni qidiruv tizimi albatta birinchi o'rinda keladi. Qidiruv tizimi, ya'ni saytdan izlash, ya'ni qidiruv tizimi. Xo'p, e'tibor beramiz. Saytda birinchi navbatda qidiruv tizimi. Ya'ni shu yerdan, ya'ni bu ichki yangilik sahifasi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, mana testing elementiga kiradigan bo'lsak, mana hozirgimiz, hop, post with YouTube video buna kiradigan bo'lsak, buni ham o'ng tarafda mana sidebarlarimiz. Ya'ni bu nima uchun? Bu aytaylik, bitta yangilik, misol uchun har bitta yangilikning ichiga kirib qo'shib chiqmaslik uchun sidebar qismida, ya'ni bitta hamma yangilik uchun bir xil beramiz va bir xil ko'rinib turadi. Aytaylik, keyinchalik yangilikning ichida qanaqadir har bitta yangilikning ichida reklama qo'ymoqchisiz, qanaqadir aytaylik rasm qo'ymoqchisiz va rasmdan qaysidir saytga o'tib ketadigan qilmoqchisiz. Buni ham bemalol qo'yasiz. Mana rasm qo'yasiz. Rasmni belgilab qo'ygan holatda va rasmga bu yerdan link qo'yasizda va har bir sahifaning ichida ko'rinaveradi. Ya'ni har bir sahifaning ichida ushbu rasm, ushbu yerdagi kodlar ko'rinadi. Bu nima uchun? Bu har bitta yangilik ichiga alohida bermaslik uchun umumiy holatda sidebar qismi hisoblanadi. Bu juda ham qulay va juda ham oson bo'lgan usullardan biri hisoblanadi.